Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan bunaqa ular tepib uzoq joyga olib borishni ko'ramiz. Qani bu o'yinni o'ynashni o'rganamiz. Kisk. No. Tepda. Tushdi. Bizga bunaqa knapper berdi. Bu kerak ekan. Bizga qo'shishimiz kerak ekan. Juda ham qisqarlik o'ynayapti shekilli. Qanday o'ynab ko'ramiz. Sizlar bungacha videoga like bosib obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Biz joyimizga chiqdik. Sigurniye bir jiddiy ish turibdi. İş gelmeden hangisi? Evlilik kayıtlı. Yana bitta bugün birinchi kun bo'lganga mana buni shekilli bosamiz. Bir kala ishlaydi. Biza tezroq ellikka bo'lib hozircha maqsadimiz mana buni olish. 8 tadan berar ekan. Hozir mana bu 2 plus berib turganmiz, narigi 8 plus berar ekan. Hozir bizning speed 16 maqsadimizga yetdik. Birinchi maqsadimizga buni olib oldik. Endi keyingi maqsad 500 ga, undan keyingisi 1 million, 10 million. Tak, ko'raylik. Normani bu ham hozirchalikka bo'ladi. Bitta podarka keldi, ishga qo'shib berdilar. Reverse degan knopka ham bor ekan. Bu birga Mametdan power degan narsadan hozir bizda 200 ta bo'ldi. Mana shu birga bo'lganda reverse qilsa bo'lar ekan. Hamda hozir biroz ishlab oldik. Qancha berar ekan. Eng boshlab o'ylangancha pastda eng tepasi bo'ldi. Boshlab to'g'ri. Sizlar oldindan bo'lib like bosib qo'yinglar. Oxiri o'tmay. Buncha malades. Qani? O'ttirib ko'raylik.
İkinci etaj ham bor ekan bizada. Bizda ikkinchi etaj ham bor. Tez orada ikkinchi etajni ham to'ldiramiz. Bu videoda manimcha 3 etajgacha bor bo'lib, faqat yoki 2 etaj bor. Buni ko'ramiz. Yana biroz shavolaylik. Sal bo'lsa ham 300 bo'laylik. 300 bo'ldik. 300 dan qanchalik bo'lar ekan? Sal pastroq bo'ldi, lekin qizil deydi. Işte yo'q, bu safar menga yana qiyin bo'ladi. Menimcha qocholmayman. Buni speedni ham tezlashtirsa bo'ladimi? Şimdi menimcha mana speed deb yozib qo'ydi. Hozir buni voltimizni kuchaytiramiz. Menimcha boshqa kerak yo'q. Boyaga tushadigan bo'lsa menimcha bu safar qochoqlar 54 speedda shunchalik tez harakatlanamiz. Hali orqada Martino Bandito. Bu Perrito Bandito ekan. Nom shunaqa ekan. Bu qancha 250 ta ishlab turibdi. Tepadan etaj qurish uchun 150 ka pul kerak. Hammasini olaylik. Yine 400 bo'lganda tepib ko'ramiz. Katta kimdirlar yozmoqda. Papka degan narsa bor ekan. Papkada. Menimcha nima? Ularni ko'p turaylik. Nargi bilan lekin bir xil chiqdi deb o'ylayman. Nega kutib turaman. Tezgina ko'rmoqchiman. Bemalol qochoqlar ekan. Bombardiro Crocodilo degan menimcha shu bo'lsa kerak. Bu 275 dan ishlar ekan. Uncha ko'p emas, lekin mana hozircha eng ko'p ishlayotgani menimcha mana shu ishlaydi. Mana shu kishi soniyasiga qancha ishyapti? 5 qanchadan beryapti? 1.8 dan beryapti.
shularni olib chiqaylik. 300 ga bo'ldi. Buni olib kelsak ketar ekan. Endi mashinaga qarab turamiz. Mana shu 100 ga bo'lganlar qolganlari olib ketadi. Sizlar bungacha like bosib obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar va yana Robloxdagi qaysi o'yinni o'ynashimni yozinglar. Так, уже 36, 38 kaldı, 39, 2 yarim, 6 yarim, 3 yarim, 8, 9 kaldı, 7 ga, tak. Bu ikisini уже 10 kadan desak 20 ga, 60, 70 bo'lsa 75 ga, bular 12 ga 4 20 ga bo'libdi, 20 ga, 40 ga. Ya bu o'zi 100 ga bo'libdi. Bu yetib qolishi kerak, adashmasam. Yetdi. Endi tezlashib qolamiz. Birga tezlik kuch. Kuchim. Bozorda. Aslida bu qanchadan berish kerak? 12 dan berish kerak. Bizda lekin 15 dan beribdi. 3 pul. 3 normal. Yana bularni oldik. Bu hozir la grade kombi. Hozir biza keyingi adashmasam 1 million bo'lishi kerak. Men bundan ko'ra menimcha buni kuchaytirganda yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayapman. Sababini o'zingiz ham bilasizlar. Mashinani har birini ko'tarib ketadi. Ustu, Ne satıyor bu arada? Ne satıyor bu arada? Ben yana toparımız şeklindeki alt kurtmuş bu. Eslatib o'taman, like va obuna bosib qo'yaveringlar. Bu meni bu kanaldagi birinchi videoyim. YouTube'ga qo'yilayotgan birinchi videoyim bo'ladi. Yana qanday o'yinlarni o'ynashimni yozib qo'yinglar. Men faqat Robloxda o'yin o'ynamayman. Yana qanday o'yinlarni o'ynashimni xohlasanglar yozib qo'yinglar. Agar imkoni bo'lsa ularni ham o'ynashimiz mumkin. Talarga berib onamiz 20 ga pul qo'shib berdi. Tezligimiz 1 ga bo'ldi. 1 ga bo'ldi. Yana qanday o'yinlarni yozishimni o'ynashimni yozib qoldiringlar. Yana masalan Free Fire, PUBG Mobile